Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun sizlar bilan Injik Medical klinikamiz YouTube sahifasida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Furqat aka, mana nasib bo'lsa bahor mavsumi boshlanish arafasida turibdi. Bugun shu ko'plab obunachilarimiz mana shu allergiyadan qiynalgan bemorlarimiz juda ham ko'p. Mana shu bemorlarimiz uchun tavsiyalar bersak, tuzalgan bemorlarimiz haqida aytib bersak, maslahatlar bersak, shu allergiyalarni oldini olishiga menimcha o'ylayman ancha foydali bo'ladi. Bundan oldin ham allergiya to'g'risida ko'plab videolar chiqarganmiz. Agar sizda ham mana shu qanaqadir allergiyani turi bezovta qiladigan bo'lsa, bundan oldingi videolarni ham albatta ko'rib chiqishni tavsiya qilamiz. Chunki u yerda aytilgan tavsiyalar sizga yordam berib, sizdagi muammoni demak bartaraf qilishga qanaqadir foydali bo'ladigan umiddamiz. Furqat aka, mana ko'plab allergik kasalliklar kuz va bahor oylarida qo'zg'aladi yoki ko'payadi. Mana shu haqida bir tushuncha bersangiz. Bu allergiya holati ko'pincha o'sha sezonni deydi, tsvetseniya bilan daraxtlar o'sha gullagani bilan bog'liq. O'sha yerda pılsalari efirni moddalarni ishlab chiqaradida, inson tanasiga o'sha molekulalari kelib o'tiradi, особенно yuqori nafas yo'llariga. Mana shuni orqasidan ularga противостоять qiladigan immun tizimi sust bo'ladi insonda. Mana shuning uchun o'sha molekulalar uzoq vaqt saqlanib qolib turib, tushning kletkalarni buzilishiga olib keladi. Shuni orqasidan gistaminopodobniy vеществоlar ko'p ishlab chiqaradi tanada, allergiyani holatlari kuzatiladi. Bu nima? O'sha ko'z qichishi, nafas yo'llari torayib turib, nafas olishi qiyinlashishi, чихание bo'ladi, першение mana orqasida ketadi. Ayrim odamlarimizda o'sha tanasida qichimalar, donachalar paydo bo'lishi mumkin. Undan tashqari o'sha bezovtalik kelib chiqadi. Ovqatni hazm qilish sistemasida ham buzilishlar kuzatilishi mumkin. Shuning uchun nima demoqchiman, ko'pincha bizda o'sha allergiyani lecheniya qilganda nimaga e'tibor berishadi? Mana shu faktordan qoch deyishadi, aytadi. Masalan, mana shu tuxumni yemagan yoki bo'lmasa nonni ichida gluten ko'p, gluten sanga o'sha allergiyani faktor hisoblanadi. Shuni glutensiz oziqlan deydi. Keyin mana bolalarda bo'ladi, nanlar chiqadi, bezlaktozni deydi. Chunki laktoza o'sha bolalarda laktozani ferment yetishmaydi, o'sha молочный saharni parchalab berish kerak. U yetmagani sababli o'sha allergen eksodezinkatalon diatezga olib keladi. Bular hamma vaqt nimaga olib borilgan? O'sha sitrus yema, tuxum yema yo baliq yema degan sababi o'sha allergen faktorlari inson organizmiga tushadi. O'sha tushning kletkalarni aktivlashtirib turib, gistaminopodobniy vеществоlarni chiqarib, allergiyaga sabab bo'ladi. No, bitta narsani aytmoqchiman sizga. Insonlar hamma vaqt ham allergiya bilan kasallanib kelmagan. Qanchalardir bo'lgan, mana bu o'sha hozirgi ishlab chiqariladigan antigistamin preparatlar bor yoki o'sha прививка qilib turib oziqlanadigan narsalar bundan 100 yil oldin bo'lmagan. Bu allergiya holatlari ham kuzatilgan-u, no, mana shu hozirgi vaqtdagidek juda ham avjiga chiqmagan. To'g'ri, hozir ximiyada ham ko'p ishlatiladi, ximiya nimalari, moddalari, havoni ifloslanishi, insonlarni o'sha asabda постоянно yurishi, o'sha kortizolni nadpochnikda juda ham zo'riqtirib ishlattirib qo'yib, u zo'riqib ketib turib, mana shunaqa ekstremniy situatsiyalarda kerakli gormonni ishlab chiqarib bera olmaydi. Mana shuni orqasida kletkalar parchalanib, o'sha membranasi parchalanib, gistaminopodobniy vеществоlar ko'payib ketib, allergiyaga sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun nima demoqchiman, eng yaxshi yo'li insonlarga o'sha yeydigan ovqatlarni juda ham saralab yeyishni maslahat beradi. O'sha конечно toza havoda nimaga sayr qilishni. Endi tushunaman, hozir aytishingiz mumkin, ko'rib o'tiribsiz, ekologiya buzilib ketgan. Qarasho, buni oldini olishingiz mumkin yoki o'shani
побочный действиясini kamaytirish respiratorlar chiqqan, to'g'rimi? O'sha respiratorlarni toqib turib, o'sha tashqarida agar juda muhim bo'lsa, o'sha yerda yurib turib, mana shunaqa respiratorlar bilan inson o'zini saqlashi mumkin. O'sha upakovkalarda qilinganda ko'pincha polfabrikatlar hisoblanadi, o'sha allergen chaqiradigan. Agar ichida allergiya chaqiradigan faktorlar bo'lsa, o'shanaqa produktlarni olib yemaslik, iste'mol qilmaslik. Ana bular hammasi o'sha allergiyani profilaktikasiga. Man hamma vaqt aytganman, hozir ham aytaman. Agar inson immun sistemasi to'liq ishlasa, o'z rusumida ishlasa, hech qanday allergiya inson uchun xavfli hisoblanmaydi. Chunki kerakli antitelalar, kerakli immun hujayralari ishlab chiqaradigan spesifik moddalari o'sha allergenni tanada parchalaydi va shuni orqasida tushlik kliyetkani parchalaydigan faktorlarni o'zi bo'lmaydi. Ana qanday qilib allergiyani yengish mumkin. Shuning uchun bizni o'sha Inject Medical klinikamizda mana shu ishlar amalga oshiriladi. Bu qanday qilib amalga oshiriladi? O'sha protoplazmasi, hujayra ichidagi protoplazmani hujayralar bo'shliq tozalanadi. Buni orqasidan o'sha allergenlarni tanadan chiqarib yuborish protsessi yo'lga qo'yiladi. Ikkinchi, o'sha immunitetni ko'tarilishi bu nima degani immunitet? Kerakli spesifik immun hujayralarni ishlab chiqarishga spособствовать qilamiz va shuni orqasida agar organizmda qolib ketadigan o'sha allergenlarni parchalanadi, parchalanish orqasida allergen yo'qoladi, bu o'z-o'zidan allergiyadan insonni butunlay sog'aytirib yuboradi. To'g'ri, bu uchun qanday qilish kerak? Inson bu bizni amallarimiz, o'sha amallar bor, o'sha amallarni amalga oshirsa, однозначно allergiya ham nimayda davo topsa bemalol bo'ladi. Shu vaqtgacha aytib kellardi, yo'q, bu bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarida bizda shunaqa даже murojaat qilishgan odamlarimiz bor. Shunaqa professor necha yildan beri pollinozi bor ekan, allergический rinit. Davolanmagan, endi O'zbekistonda пожалуйста, siz kelib turib Inject Medical klinikasida lecheniya olib turib, 6 oy vaqt miqdorida, vaqt ichida siz bemalol allergiyadan qutulib ketishingiz mumkin bo'ladi. No, buni bitta условияsi bor. Конечно, sizda bu protsesga ham aktivni участиеңiz и biza aytgan o'sha rekomendatsiyalarni to'liq bajarish kerak bo'ladi. Mana Furqat aka, kuni kecha bir do'stimiz bilan gaplashdim. Ish bo'yicha gaplashdim, lekin mavsumiy allergiya bor ekan. Aytayaptiki, Ilyos aka, men bahor va kuz mavsumi kelaversa qo'rqaveraydim. Ya'ni menga bahor va kuz mavsumi juda qiyin o'tgan. Doim dori-darmon olib, spreylar ishlatib, nafasim qisilib, yaxshi nafas ola olmay, allergiya bo'lib, aksa urib o'tkazganman. Buni albatta boshidan o'tkazganlar biladi. Juda ham qiyin holat, lekin klinikalaringga borib, bir kurs lecheniyadan keyin Xudoga shukr, mana juda ham zo'rman. Hali allergiyam qaytalangan yo'q. O'sha ikkinchi mavsum ketyapti deb aytib qoldi. Mana shunday bo'lishi haqida, mana shunday bemorlarimiz albatta shifo topishi haqida, buni imkoni borligi haqida o'zingiz qisqacha ma'lumot bersangiz. Bunaqa nimalarimiz, nima deydi, bunaqa rezultatlarimiz juda ham ko'p. Buni еще Rossiyada ishlaganimda boshlaganman. O'sha yerda kuzatganman insonlar o'sha allergiya bilan kelgan insonlarda allergический rinit, allergический bronxitlarda juda ham effektivni yordam bergan. Bolalarda o'sha eksudativniy kataralniy diatez bor. Mana shunda ham juda effektivni bu metodika qo'llangan va o'sha yordam bergan. Xuddi shunday natijalar biz Qozog'istonda ishlaganimizda ham o'sha Qozog'istondagi rezultatlarimizda ham bor. No, уже mana shu 1 yildan ortiq mana O'zbekistonda bu faoliyatni olib boryapmiz. Уже shu 1 yil ichida ham anchagina odamlarimiz yig'ilib qoldi. Mana shu allergический rinitdan, pollinozdan, o'sha allergический bronxitdan qutulgan, allergический dermatitdan qutulgan anchagina mijozlarimiz bor. Ular dagi shu ketadigan proses, yana bir marta aytdim, o'sha immun tizimini biz chiroyli qilib ishlab beramiz. O'sha immun tizim
ko'tarilganda o'sha kerakli immunoglobulinlar, kerakli antitelalar bilan nasoshatsiya qilib titr ko'tarilgandan keyin o'sha antigenni parchalab yuboradi va shuni orqasida insonlarga mana shunaqa hozir aytganingizdek nimayda chiroyli rezultatlar уже allergiya umuman nimayda bezovta qilmay qo'yadi. Shunaqa rezultatlarimizdan mana yaqinda yana bir nimasini aytaman, bir ukamiz o'zlarini qizlarini olib keldilar, 20 yosh qiz, u постоянно burni bitib, tam kechqurunlari uxlolmay, og'zi ochilib, tam xurrak otish nimalari ham kuzatilgan, juda bezovtalik, tam shuni orqasidan bosh og'rig'igacha ham ketilgan. Chunki uyqusizlik o'zingiz bilasiz qanaqa asoratlarga olib keladi. 2 yil davomida o'sha traditsion lecheniya o'tkarilgan o'sha antigistaminniy preparatlarni o'sha snotvorniy действиесigacha boradigan pipalfillargacha berilgan. Shuning o'zi shunda ham uyqusizlik, yana kunduzi ishga borish kerak, o'qishga borish kerak. U pipalfen yana polusonniy nimada adekvatniy reaksiya qaytara olmaydi hayotga, tam bo'ladigan nimalarga o'qish prosesslari ham susayib ketadi, ishlash nimasi ham KPDsi ham tushib ketadi. Mana shunaqa narsalar kuzatilgan. 2 yil davomida tam постоянно bu qaytaravergan. Bir necha marta o'sha даже прививка ham qilib turib, значит aniq demak o'sha antigeni topilmagan, unga kerakli значит antitelalarni hosil qilinmagan. No bizni 3 kurs lecheniyamizni olgandan keyin bu qizchada tam butunlay allergический rinitdan butunlay qutulib, tam juda ham xursand. Даже mana beremenностьni o'tkazganda ham ozginagina boshlanib kelayotgan edi. Bor yo'g'i 2 ta protsedura o'tkazib turib, tam уже mana shu protsessda tam nima deb butunlay qutulishiga sabab bo'ldi. Mana shunaqa rezultatlar juda ham ko'p. Yoki bo'lmasa Atyok kvinkini eshitgansiz, nima deydi, o'zimizda eshak yeymi deydimi? Shunday qiynalib ketgan inson даже Turkiyagacha ham borib kelgan. Tushunasizmi? Turkiyaga ham borib, plazmaferezlar ham 3 martagacha plazmaferez qildirgan. Ya'ni shunday qilishadi. No biz bilamizki, plazmaferez bilan to'g'ri tam limfa sistemadagi plazmani tozalash mumkin, no hujayralar bo'shliqda baribir o'sha allergen qolib ketadi. Shuning uchun agar o'sha hujayralar bo'shliqni ish faoliyatini aktivlashtirib turib, o'sha allergenni tanadan chiqarib yubormagunimizcha plazmaferez yoki bo'lmasa gemodializ, men eshitganman, даже gemodializgacha qildirgan insonlar bor. Allergen baribir o'sha hujayralar bo'shliqda qoladi, qanchadir vaqt o'tgandan keyin baribir yana yuzaga chiqib turib o'sha allergiyani qaytalantirib yuboradi. Undan ko'ra o'sha immun tizimini chiroyli yo'lga qo'yib turib, kerakli antitelalarni ishlab chiqarib, o'sha allergiyani parchalab yuborish, mana bu o'sha решенияni hal qildi degan hisoblanadi. Mana aziz do'stlar, o'zingiz eshitib ko'rib turganingizdek, Injek Medical klinikamizda mavsumiy allergiyadan shifo topgan juda ham ko'plab bemorlarimiz bor. Agar yana ham batafsilroq natijalar bilan tanishmoqchi bo'lsalaring, pastda link qoldiramiz. Ya'ni natijalar kanalimizda ham bir qancha bemorlarimizni o'zlaridan odziflarini eshitishingiz mumkin. Agar sizda ham qanaqadir mana shu allergiya, mavsumiy allergiyalar bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda batafsil bu savollarga ham javob berishga harakat qilamiz. Agar sizda yoki yaqinlaringizda ham mana shu bahor va kuz mavsumida doimiy allergiya bilan qiynalayotgan bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilib, klinikamizga tashrif buyurib, bu muammodan qutulishingiz mumkin. Manzilimizni eslatib o'tamiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Nurziyo 42-uy. Demak, quyidagi raqamlarga telefon qilib yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali bemalol bizga murojaat qilib, klinikamizga tashrif buyurishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, Xudoga sizga katta rahmat. Sizga ham katta rahmat.